Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men valah. İmam Bukhari rahmetullahi aleyhinin Sahih Bukhari namı kitabı dersimizin bugünkü devamında İmam Bukhari Hazretleri mındaktaydı. Bu 488. numaralı hadis. Bu hadiste hakikaten Abdullah ibn Ömer onun hadis sözlep bergen dedi. Bu onunla degen bir yerdeki fukum Nafi'. Bu Abdullah ibn Ömer'in nayet söymlük şagirdi buludu. Bu yerdeki muşu Medine yollarındaki mescitler degan baptaki hadislarniki hemmisine asasen İmam Nafi Abdullah ibn Ömer'den bayan kılıp gelgen. Şonlaşqa köpligen ravilarning tarjimalını başta qisqartib İmam Bukhari Hazretleri onun hadis so'zlab bergan deblam qisqartib bergan. Bu hadisda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Arayjning orqasidagi bir to'pilikda namoz o'qigan deydi. Bir kichikroq toqqa ketayotgan tarafda shu masjidning qo'shida 2 yoki 3 qabr bor. Shu yerda namoz o'qigan deydi. Bu varal arj degan arjning orqasida degan gap. Arj degan bir shu miqatga yaqin yerdagi bir kichik ayni vaqtdagi bir joy. Shuni demoqchi endi. Bu Rasulullohning namoz o'qigan o'rnini sifatlab beryapti endi bu yerda. Şu aş mescidinin tüyüdü 3 yoki 2 odamning qabrisi var. Yo'lning o'ng tarafida bir tosh dövsi var deydi. Şu yo'ldagi aş bir daraxtlik bir o'rmonliq var şu yav daraxtlar. Şu yo'lning şu daraxtlarning atrofida yo'lning bo'yida o'ng tarafida bir tosh dövsi var. Şu yerda namoz o'qiganda buni sifatlar beryapti. Hamda salomat deganda ba'zi tarjimalarda buni shig'il tashlar deb bundaq mapti, lekin Mao Ibn Usayminning sharhisida keltirilgan ham shundaqla Fathul Barida salomat kalimasini ishlatgan. Salomat bo'lsa tash, lekin salomat bo'lsa bu shu yav daraxtlarni ko'rsatadi. Shu suv chimaydigan, suv kelmaydigan, yomg'irlarda o'sadigan tikanlik bir daraxt bormish Arabistonda. Hozir shunday yaxshi ching o'zini aytib mazmun. Shu tikanlik jig'onlarni salomat deb ataydi. Demak, mushta yerda namoz o'qigan deydi. Shunlashqa Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu shu arj degan o'rindan tushda quyosh sal qarilganligizni mang'atdi. Peşimde aş mescidde o'qiydi dedi. Demek Abdullah ibn Ömer Peygamber sallallohu alayhi vasallamniki Ayşe namoz o'qiganligini ko'rgan bo'lish e'tibori bilan shu o'rinda ko'zlab turib, nishonlab turib, shu yerda namoz o'qiydi demoqchi. Endi tövendeki 489 numaralı hadisde Abdullah ibn Ömer yanıla nafiq hadis so'zlab bergan bo'lib, Payg'ambar alayhissalatu vassalam Harsha degan joyga yaqin bir egma bir iqim bor deydi. Shu iqinda yo'lningki so'l tarafida bir daraxtlik joyga tushkin qilib shu yerga tushdi. Bu iqin hamda Harshaga Harsha tog' shaytga shu joy va shunaqa tog'ning ismi. Shu Harsha tig'iga choplashib yasalganda bu suv yomg'ir suv iqinlari sellardan hosil bo'lgan kichik bir iqin hamda bu yerdagi. Endi shu o'rin bilan payg'ambarimiz shu tushkun qilgan shu o'rin bilan yo'lning orasi taqriban bir g'alva miqdorida musofa bor. Bir g'alva bu yerda bir o'q miqdori, ya'ni bir yochoqdan o'q otgan miqdor demak. Taxminan 8-9 metr atrofidagi joy sifatlab beryapti. Shu yerga tushgan demakchi. Abdullah ibn Umar shu yo'lga yaqin bo'lgan shu daraxtlarga qarab, shu daraxtlardan yo'lga eng yaqin bo'lgan bir daraxtga qarab namoz o'qiydi. Bu daraxt shu yerda, shu daraxtlarning ichida eng egiz daraxt edi deb sifatlab beryapti. Bu o'rinni bugungi kunda ulamolar Robig degan yer shu deb qaragan. Robig mana shu Qizil dengizga yaqin bir joy. Bu ayni vaqtdagi shu Madina Sham yo'llariniki bir uçqushish, bir to'qmush bo'lgan joylarniki biri. Undan boshqa bu Harsha degan kichik bir tog'ning orasidagi bir o'tangda hamda
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şahada ömrüge bagıçylyk Mekke'ge ma'lum bir gazatlarda, uruşlarda ötken ligi bayan kılıngan. Hem şundakla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in her şahadege orunda Yunus aleyhisselam'ni bir kögellikini şu kızıl tügün üstüde bir jung tonniki bir lebbek etip ömrük mangallıqını təsvirləb ötken. Müşahidin Yunus ibn Metta ötken de Peygamberimiz sübetligen demek. Bu mu? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'lik izzettekken tebarrük ceylanıki biri. Hem de 490 numaralı hadiste yanıla Abdullah ibn Ömer radıyallahu anhu Nafiq hadis sözlep bergende Peygamber aleyhissalatu vesselam şu jilgıbady düşken vaqtida Marra Zahran degan joyda. Şu Medine tarapdiki Marra Zahra'nın töwerek tarafidagi bir iqinga tushgan qalatdi deydi. Peygamberimiz aş yolning sol tarafdagi Mekke'ye ketayotgancha yolning sol tarafidagi iqinning ichida tushgan qalatdi deydi. Peygamberimizning bu chidiri bilan uyi bilan yolning orasida faqat bir tosh etim miqdori musofa bor edi deb ta'riflagan. Hamda bu Marra Zahran bugungi kunda Vadi Fatima deb atalandi. Hazırkı bugün günde mesela Cumum deydiğen bir küçük bir kenet var, yezi var. Mekke kirişten burun tepkiş var bir rayonda. Şu yerde boğan. Hem şunakla bu orun hem de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ninki aynı vaxtidaki şu Hudeybiye sulisi tüzülgen orun mu hem şu cilgıga doğru kildi. Bu bugün günde Vadi Fatim dep atıldı. Bekna çoğun cilga bu. Hem şu Mekke rayonuna kirdigan. Demek bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'deki aynı vaxtidaki seferlerde okugan, namaz okugan bir joylarından ki biri. Şuna bunu Abdullah ibn Ömer Nafiq'a sözlep bergen. Tövende yanıla 491 numaralı hadiste Abdullah ibn Ömer radıyallahu anhu Nafiq'a hadis sözlep bergen bulup, hakikaten Peygamber aleyhissalatu vesselam Zituva degan orunga tushadi deydi. Çöp şu yerde taң atquzgan kadar konup bomdatni o'qitib Mekke'ye kelgan vaqtida andin Mekke'ye kiretdi demekçi. Bu Zituva degan o'rin hozirgi shu Jarval, Mustashfa, Zahir deydigan o'rinlarga to'g'ri keldi. Shu Medina tarafdan shu Tan'im bilan Haramning oralig'idagi rayonlarda masalan shu yerga to'g'ri keldi. Hamda Cenab-ı Resulullah'ın namaz okugan şu vaqtdagi o'rni aşağıdaki yo'g'on bir gümbez ya bir töpülük do'nglikda keng ketganda bir egiz töpülükde taş töp dövüsünün töpüde okugan egiz yerde. Keyin silingan mescid emas. Keyin ayak bir mescid silingan bo'lishi mumkin. U mescid emas. Aşağıda bir keng ketgan bir töpülükning ustida namoz o'qigan deydi. Aş mescidinin töp tarafida, yani keyin silingan aş mescidinki töven tarafida egiz yo'g'on keng ketgan bir töpülükning ustida namoz o'qigan deydi. Demek bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ninki şu Mekke'ye kirishdan burun Mekke'ye yaqin joyda aşağıda tarat edib tushgan qilib kunduzda kiretgan. Shu vaqtda shu munosabat bilan ma'lum bir o'rinda namoz o'qiganligi xotirlangan. Şoňlaşqa ulamalar Kabe kelganda şu Beytullah çimek şoğa dep kunduzi kelsa yaxshi deydi, sunnat deydi. Bir qism ulamalar mustahab deydi. Hamda tövende 492 numaralı hadiste yanıla Abdullah ibn Ömer Nafiq hadis sözlep berişçe Peygamber aleyhissalatu vesselam özü bilen bir Kabe taraf qarılgan vaqtdaki egiz tağının arasındaki tağının ikki tağ eg'iziga qarab turib silingan masjidni keyin silingan masjidning sol tarafiga qo'yib bir to'pilikning bir tarafidagi namozni qara do'ngning ostidagi joyda o'qigan deydi. Rasulullohning namoz o'qigan yeri shu demoqchi. Do'ngdan 10 metr yiroqlikda 10 metr orliq qo'yib andın sen o Kabe bilen senin oldundaki şu tağının iki eg'izi qaraplı namaz okusan, mana şu del Resulullah namaz okugan joy demekçi. Demek biz bugün şu Abdullah ibn Ömer'ninki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ninki
izi tekken joylarni izlay yurib, so'ray yurib, o'zining shogirdlarini yo'tlay yurib, mana mushu yerda o'qigan. Bu yerdan munchalik orliq tashlaysa, falon tog'ning ostida, puston to'plikning munchalik yerda degandek iboralarni keltirish orqali shogirdi Nafiqqa bu hadislarni payg'ambarimizning ish izlarini so'zlab berganligi nima degan vaqtida payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning ish izlarini aynan qilishni tashabbus qilganligini bildirdi. Lekin ko'plagan bir qism ulamolar, masalan, Dadisi Umar ibn Xattob roziyallohu anhu va shirik ilib Bamson deb bu o'g'ilniki ba'zi bu qilmishlarga toza qarshi edi. Ammo hamda o'g'li Abdulloh ibn Umar bunda o'rinlarni sunnat nuqtasidan, tavarruk nuqtasidan bek orzulaydi. Bugungi darsimiz mushayich bo'lg'ay. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi va man vala.